Amazon Seller Central account ochishni o'rganamiz. Xo'p, bu uchun biz Seller Central amazon.com veb-saytiga kirib, sign up buttonini bosamiz. Xo'p, sign up buttonini bosganimizdan keyin biz bu yerda email adresimizni kiritishimiz kerak. Ya'ni siz qaysi emaildan foydalanib o'zingizni Amazon accountingizni ochmoqchi bo'lsangiz, o'sha emaildan foydalanasiz. Xo'p, bu email sizni doim siz ishlatadigan faol emailingiz bo'lishi mumkin yoki siz aynan Amazon biznes uchun yangi email ochsangiz bo'ladi. Continue bosgandan keyin ba'zan mana bunaqa error olishingiz mumkin. Ya'ni mana shu kiritgan email adresida bizda hech qanaqa account mavjud emas degan ma'noda xato beradi. Bu normal. Masalan, shunaqa xato bersa, siz create your Amazon account pastda turibdi. Nima button, o'sha create your Amazon accountdan foydalanib, yana boshqatdan o'sha email adresingizni kiritib, account setup qilishni boshlasangiz bo'ladi. Xo'p, bu yerda bosganingizdan keyin ismingizni yozasiz, o'zingizning ism familiyangizni yozasiz va email adresingizni kiritasiz. Xo'sh, email adresingiz to'g'ri bo'lishi kerak. Agar noto'g'ri email adresi yozib qo'ygan bo'lsangiz, sizga Amazon kod yuboradi va o'sha kodni siz ola olmaysiz. O'sha verification uchun kod yuboradi. O'sha koddan kiritib, keyin Amazon setup qilish boshlaysiz-da. Shuning uchun email adresingiz albatta to'g'ri bo'lishi shart. Keyin o'sha accountingizga doim kirishingiz uchun password setup qilasiz. Passwordingizni ham doim o'sha esingizda saqlab qolishga harakat qiling. Xo'sh, next buttonni bosganingizdan keyin Amazon o'sha kiritgan email adresingizga sizga kod yuboradi. Emailingizdan o'sha kodni olib, mana shu yerga kiritasiz. Xo'p, kodni kiritdik. Endi biz create your Amazon accountni bosamiz. Endi bu yerda telefon nomerini kiritishi kerak bo'ladi. Nega? Chunki har doim siz Amazon accountingizga kirganingizda sizga o'sha verification qilish uchun telefoningizga kod yuboradi. Har doim o'sha kodni kiritganingizdan keyin siz o'zingizning accountingizdan foydalanishingiz mumkin. Bu yana o'zi security purpose, ya'ni boshqa odamlar sizning accountingizdan foydalanmasligi uchun shunaqa jarayonni Amazon anaqa qilgan, ishlab chiqqan. Xo'p, telefon nomeringizni kiritdingiz, continue'ni bosganingizdan keyin telefoningizga yana Amazon kod yuboradi. O'sha kodni telefoningizdan olib kiritasiz. Xo'sh, kiritganingizdan keyin continue'ni bosamiz va bu yerda davlatni tanlaymiz. United States, ya'ni qaysi davlatda siz o'z biznesingizni setup qilyapsiz. Albatta United States, Amerikani tanlaymiz. Hamda keyin bu yerda sizni o'sha biznesingiz qayerda registratsiya bo'lyapti? Bu albatta United States ni tanlaymiz. Amerikada biz o'sha biznesimizni anaqa qilamiz, boshlayapmiz va save and continue. Save and continue'ni bosgandan keyin bizda mana business type'larni so'raydi. Business type agar siz o'zingizni LLC'ngiz bo'lsa, LLC'ngiz registratsiya qilgan bo'lsangiz, siz privately owned businessni tanlang. Agar siz LLC'ngiz bo'lmasa, registratsiya qilmagan bo'lsangiz, bu yerda siz individual I don't have a registered businessni tanlasangiz bo'ladi. Agar LLC'ngiz bo'lsa, albatta yaxshi. Xo'p, tanladik. Save and continue'ni bosamiz. Xo'sh, save and continue'dan keyin bizga o'sha Amazon account setup qilish uchun bir qancha hujjatlar kerak bo'ladi. Birinchisi bu valid government issued ID yoki pasport, ya'ni bizning driver license'imiz, national ID kartamiz yoki pasportimiz bo'lishi kerak. Hamda bizni aktiv bo'lib turgan bank akkauntimiz, bankda o'sha kredit kart statementlarimiz bo'lishi kerak. Bundan tashqari o'zimizda o'sha aktiv bo'lgan kredit kartamiz bo'lishi kerak hamda telefonimizni o'sha nomerini kiritishimiz kerak bo'ladi. Siz Amazonda o'sha account setup qilishdan oldin ana shu demak hujjatlarni siz fotosini olib kompyuteringizga kiritib qo'ysangiz bo'ladi. I confirm ni bosib agree and continue ni tanlaymiz. Bu yerda biz o'zimizni primary contact informationlarini kiritishimiz kerak. O'zimiz ism, familiyamiz, country of citizenship,
qaysi davlatda o'sha hujjatimiz olganimiz, qaysi davlatda tug'ilganligimiz. Xo'p, bu yerda eng e'tibor qilishingiz kerak bo'lgan joyi bu kiritgan har bir ma'lumotingiz, masalan, o'sha hujjatda berilgan ma'lumot bilan mos kelishi shart. Bo'lmasa Amazon agar mos kelmasa, bitta harfda ham xato kiritsangiz, masalan, ism familiyangizni yo tug'ilgan yillaringizni, masalan, yoki adres informatsiyangizni, buni sizni akkauntingizni reject qiladi. Shuning uchun ism familiyangiz hujjatingizda, driver license'da qanday yozilgan bo'lsa, o'shani yoziting. Middle name'ingiz bo'lgan bo'lsa, middle name'ingizni ham kiriting. Xo'p, country of citizenshipga United States'ni tanlaysiz. Tug'ilgan davlatingizga albatta O'zbekiston bo'ladi. Ya'ni siz O'zbekistonda tug'ilgan bo'lsangiz, qayerda tug'ilgan bo'lsangiz o'sha davlat yozasiz. Keyin bu yerda date of birth da o'zingiz tug'ilgan yilingiz, oyingizni kiritasiz va identity proof. Identity proofda maslahatim, siz o'sha driver license'ingizdan foydalansangiz yaxshiroq, pasportingizdan ham foydalansangiz bo'ladi, agar pasportingiz Amerikan pasporti bo'lsa. Xo'p, endi qarang, country of issue bu qayerdan olgansiz driver license'ingizni? Albatta Amerikadan bo'ladi. Xo'p, keyin siz adresingizni kiritasiz. O'sha driver license'ingiz ustida qaysi adres bo'lsa, o'sha adresni kiriting. Va keyin mana bu yerda upload document degandan keyin o'sha siz driver license'ingizni oldi va orqa tomonni rasmga olib kiritishingiz kerak bo'ladi o'sha proof sifatida. Bundan tashqari yana kiritishingiz kerak bo'lgan narsa proof of adresni kiritishingiz kerak. Ya'ni siz o'sha aynan mana shu adresda yashayapman degan ma'noda hujjat ko'rsatishingiz kerakda. Masalan, water billmi, internet bill, gaz bill, telefon bill, ana shu optionlar ichidan birortasini tanlaysiz. O'zingizda bor bo'lganini kompyuterda o'sha hujjat rasmini olib kompyuteringizga kiritib, upload document deb o'sha hujjatni tanlab olasiz. Birinchi ID'ni orqa oldi tomonini rasmga olib upload document deb, undan keyin masalan anaqani tanlaysiz, proof of addressni. Keyin upload document deysiz, continue'ni bosganingizdan keyin hujjatlaringizni upload qilasiz hamda keyin next buttonini bu yerda bosamiz. Nextni bosganimizdan keyin bizda payment information page chiqadi. Payment informationda biz kredit kartamizni kiritishimiz kerak. Bu yerda debit yoki kredit karta degan, lekin siz debit kartangizdan foydalanmang. Debit kartadan foydalansa Amazon ko'pincha reject qiladi akkauntingizni. Shuning uchun kredit karta informatsiyangizni kiritishingiz to'g'riroq. Nega kiritishingiz kerak? Masalan, siz o'sha professional selling masalan planiga a'zo bo'lsangiz, o'shanda pulni charge qilib olish kerak bo'ladi. Xo'p, o'sha kredit karta informatsiyangizni kiritganingizdan keyin nextni bosasiz hamda mana bu store and product information page chiqadi. Bu yerda siz store name'ni kiritishingiz kerak bo'ladi. Store name bu sizni brendingizni nomi emas yoki LLC'ngizni nomi emas. Store name bu Amazonda o'sha sizni mahsulotingizni listingi turgan betdagi o'sha nima, qisqa qilib aytganda magazin nomi, Amazondagi siz mahsulotingiz turgan pejning nomi hisoblanadi. Siz bu yerda xohlagan ismni, nomni berishingiz mumkin. Bu brand names bilan bir xil bo'lsa ham bo'ladi, yoki siz LLC's name bilan bir xil bo'lsa ham bo'ladi, yoki boshqa xil o'zingiz xohlagan nomni bersangiz bo'ladi. Masalan, Lola Store deyishingiz mumkin, Sweet Stores deyishingiz mumkin yoki Matcha Store, doesn't matter. Xohlagan nimani, store name'ni bersangiz bo'ladi. Masalan, o'sha store name esda qolarli, o'sha mahsulotingizni qanaqadir ko'rsatib turuvchi nom bo'lsa yana ham yaxshiroq bo'ladi. O'sha Amazon listingiz page'ida ko'rinib turadigan store name magazinning nomi hisoblanadi. nomladi. Bu yerda keyin do you have universal product codes, UPC kod deganda noni tanlaysiz. Ikkinchi savolga ham masalan bu diversity certificationlar bormi sanda degan ma'noda, agar bo'lsa yes, bo'lmasa no. Keyin sani brending bormi? Agar siz brendingizni registratsiya qilgan bo'lsangiz, trademark registratsiya qilgan bo'lsangiz yes deng, bo'lmasa no. Umuman brendingiz bo'lmasa, registratsiya qilingan brendingiz bo'lmasa noni tanlaymiz va keyin next ni bosamiz. Xo'p, next ni bosgandan keyin mana bu yerda keyin siz personal information, hamma informatsiya pejlarga chiqaradi informationlaringizni va uni next ni tanlaysiz. Next tanlagandan keyin mana bu yerda bank informatsiyangizni kiritish haqidagi
pejni olasiz. Bu yerda siz o'sha bank account informationlarni kiritishingiz kerak. Chase'mi, PNC'mi, qaysi bankda siz o'z accountingizni ochgan bo'lsangiz, o'shani kiritasiz. Masalan, bank account holder name'ni kiritasiz, routing number, bank account numberlarini kiritib chiqasiz. Birinchisida bank account number, keyin yana bank account numberingizni retype, ya'ni boshqatdan yozib chiq deyapti. Hamma informatsiyani to'ldirganingizdan keyin nextni bosasiz. Set deposit deysiz. Set deposit qilganingizdan keyin mana bu yerda your bank account has been added to your deposit methods deydi. Continue'ni tanlaysiz. Continue tanlagandan keyin identity verification page'ni olasiz. Bu pejda siz o'zingizni aynan siz ekanligingizni Amazon nima qilish kerak? Verify, tasdiqlash kerakda. O'sha kiritgan ID informatsiyangiz bilan o'zingizni yuzingizni taqqoslaydi. Bu yerda yuzingizni rasmga oladi yoki videoga oladi. O'sha ikkalasidan bittasini tanlaysiz. Take a photo, rasm qildingiz yoki video qildingiz. Keyin nextni tanlaganingizdan keyin mana bu yerda verify your identity by taking a photo of your face deydi. Masalan, fotosini tanlagan bo'lsangiz, fotosi bilan verify qilamiz deydi, yoki video qilgan bo'lsangiz, videosi bilan deydi. Keyin mana bu yerda I consentni men anaqa ruxsat beraman deysizda, nextni bosasiz. Next bosganingizdan keyin bizda Amazon o'sha anaqa chiqaradi. Ya'ni sizni rasmingizni, videosini olish uchun yoki o'zingizni yuzingizni videosini olish uchun yoki rasmini olish uchun mana bunaqa page chiqadi. Keyin bu yerda siz start identity checkni bosasizda, keyin sizni o'sha yuzingizni video yoki rasmga oladi Amazon. Xo'sh, video rasmga olgandan keyin verification qiladi. Undan keyin yana boshqa bir ikkita steplar chiqadi. Click next, your continue degan, o'shalarni bosib, hammasini tanlaganingizdan keyin sizni Amazon accountingiz setup bo'ladi.